eksperimentni yani yengil qilishdi, innovatsiya qilib. An'anaviy emasdi, boshqacharoq. Zina qilib. Mana buni ham ichine qilib qo'yishibdi uni ham. Marketing deydi, mana otini. Yo'q. Endi buni etsa tushunasizlarmi yo'qmi, lekin joyida tomosha qilsanglar, hayvonot bog'idan ham ko'ra mazza qilib olasizlar. Mana shu bir xil baliqlar bo'ladi, boshqa bozorlarda bo'lmaydi, lekin Yangiobodda aniq bo'ladi. Mana masalan, mana bu baliq mana ko'rasizlarmi? Bu hamma joyda ham sotilavermaydi. Otini bilmayman, lekin noyob baliqlar. Mana bu ham shunaqa. Keyin mana bu qurbaqa ham bu oddiy qurbaqa emas, akvariumda boqiladigan. Uni oqi bor albinos. Keyin mayda bunaqa krevetkalar. Ko'ryapsizmi? Mayda krevetka. Keyin mana bu boshqacha baliq. Endi ko'rishim buni ham bir g'alatiroq. Ko'ryapsizmi? Необычный baliqlar bo'ladi shu. Neonlar bor, krasniy neon bor. Kardinalmi bu? Tayiri. Shunaqa. Mana baliqni tiri oqartiradi. Matil. Chig'ilni lichinkasi. Mana bu quritilgan boshqachasi. Oldida bara mix qilib bergansiz. Buni o'zi yaxlatib sotishadi. Mana bu yerda mana bolachalarga agar qiziqishga bo'lsa, olib bersanglar bo'ladi mana bunaqa. Kichkina akvariumlar ham bor. Havosi, filtrlari o'zi bilan. Egasi yo'q ekan, narxini berib berardim menisi. Bolachalarga mana shunaqani olib bersanglar. Mana ham bir boshqacha ekan, zo'r ekan shu ham. Filtrlari bor ekan, narujniy filtr. Chiroqlari bor ekan. Lekin hali kun sovuq, bitta agregator baribir olish kerak lekin. Nech pul ekan bular? Shishasidan o'zi 350 ming, nabor 1 million narx. Bu 400 ming, ha? Filtr bilan o'zi. Lampochka filtr ichida. Bu komplekt nech pul bor shunda? 1 million narx komplekt. 1 million 20 ming mashina qilib chiqadi. Yaxshi narsa. Bitta lampochka, filtrlar ichidagi aniqlar uchi. Agregator yo'q, lekin. Yaxshi narsalar bor ekan. Bularchi, bular nech pul? Bu 180 ming bo'lishyapti. Yana filtrlari bor, ha. Yaxshi. Sachoqmi? Mana bu yoqda chetda o'tiradiganlar bular eskidan volklar bular. O'sha SSR paytdan beri bor bular. Mana sotuvchilar. Men baliqlarga qiziqqanim uchun maza qilaman shu yerga kelib. Mana bu yerda baliqlar arzon bo'ladi nisbatan. Ko'pdan ko'pchilik shu yerdan olib ketadi. Mana narxini ham yozib qo'yishgan. Mana papuga nech pul? Ha? Yozib qo'yganmiz. 110 ming deganimi shu? Ha. 110 ming. Labioli 35 ming. 35. Mana nima bu? Kardinalmi boshqachami? Ha. Chunki qomar rozi bo'ling. Mana toshlarning xilma-xili bor. Mana bu yerda har xil dekoratsiyalar bor, mana bu yerda ham bor. Ovqatlari ham xilma-xil filtrlar deysizlarmi, hamma оборудованиялар bemalol. Baliq boqishga hamma sharoit bor. Bitta joy. Rost ekan, ildizlar ham bor. Bular ham suvni yumshatadi. Lekin bari ilgaridagi g'ovjum emas. Mana joylar ham to'lib turardi. 7-8 yil oldin. Hozir unaqa joy g'ovjum emas. Bo'sh joylar ko'p lekin. Mana bularda ham hech kim yo'q. O'z bozorda unaqa katta emas-ku, lekin
juda unaqa ilgaridagi qanaqadir fayzi yo'q deb tuyulyapti menga.